yoshlar o'rtasida jasorat, intizom va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga qaratilgan yirik loyiha Jasorat uchqunlari harbiy, vatanparvarlik va sport musobaqalari bo'lib o'tishi haqida xabar bergan edik. Musobaqaning hududiy bosqichi aprel oyida bo'lib o'tdi. Ushbu musobaqalarda Jasorat maktablarining 5-9 sinf o'quvchilari jamoaviy tartibda qatnashmoqdalar. Musobaqa 5 ta muhim yo'nalishni qamrab oladi: saf tayyorgarligi, intizom va hamjihatlik, tibbiy tayyorgarlik, birinchi yordam ko'nikmalari, robototexnika, zamonaviy texnologiyalar sirlari, huquqiy savodxonlik, qonun va burchlarimiz, milliy sport o'yinlari, jismoniy chiniqish. 208 ta hududlardagi Jasorat maktablari orasida o'tkazilgan viloyat bosqichida birinchi o'rinni qo'lga kiritgan 14 ta Jasorat sinfi o'quvchilari Jasorat uchqunlari harbiy, vatanparvarlik va sport musobaqasining respublika bosqichiga yo'llanmalarni qo'lga kiritdilar. Respublika bosqichida g'olib chiqqan jamoaning 8 nafar o'quvchisi, 1 nafar murabbiysi va maktab direktori maxsus xorijiy davlatlarga ta'lim sayohatiga yuboriladi. Musobaqaning final bosqichi Mudofaa vazirligiga qarashli Qarshi shahridagi Harbiy aviatsiya institutida 5-iyun kuni o'tkaziladi. Respublika bosqichida 14 ta jamoa a'zolarini kutib qolamiz va Qarshi shahrida uchrashguncha barchangizga omad!